Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun sizlar 2026-yil 5-aprel akalar, yakshanba kunda video qo'yamiz. Akalar, sizlar uchun Qirg'izistondan kelgan, akalar Qirg'iziston ochiqligida kelgan mana shu molimiz sotiladi. Akalar, molimizni kuragi 6 kurak, mana zoti akalar shved. Mana shved deydi buni zotini akalar. Akalar, kuragi 6 kurak, ikkinchi qo'ringa tug'adi. Mana akalar, eng qiziq akalar, ishonchli, sog'lom mol. Firmada boqilib turgan, mana sinovdan o'tgan akalar, ishonchli mol. Akalar, molimizni kuragi 6 kurak. Akalar, bo'ylari 1.40 cm. Mana. Mana akalar, yovoshligi mana akalar. Mana. So'sklari to'ttasi butun. Mana akalar, hamma ishlaydi. 8 oyga to'ldi molimiz. Akalar, molimiz sotoga chiqyapti, mana. Akalar, mana orqa tomonda, mana. Akalar, Qirg'iziston belgilariga turgan, mana. Hamma yo'q kelgan molimiz akalar. Mana. To'rtbicha nassa. Mana. Akalar, mana. Shu molimiz sotoga chiqyapti. Akalar, molimizni akalar yeb ichishiga, yashilmasligiga akalar firma turganligi uchun akalar javob beramiz. Akalar, 8 oylik bo'g'oz. Mana. Mana akalar, nihoyatda telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin mol. Mana. Akalar, katta mol. Bo'yi 1.40. Akalar, yeb ichishiga, 8 oylik bo'g'ozlikka, yashilmaslikka, akalar molga hamma yo'g'i kafolati bor, ishonchlik. Mana. Shu molimiz sotiladi. Mol bitta nuqsoni yo'q akalar. Mana. Mana shu molimiz sotiladi. Akalar, narxlari hop 45 million so'm kelishamiz. Manzilimiz Namangan shahar. Shu Samarqand Savxoz degan joy, firma turgan akalar, tevasa kelib, yo'qtirib olishinglar mumkin.